Malikaxon, partnyorskiy darslaringizni tugatdingizmi? Ha, albatta tugatdik. Menimcha juda ham qiziqarli bo'lib o'tdi. Не, самое главное qiziqarli bo'lsin-u, informativniy bo'ldimi? Uni keling, bizani o'quvchilarimizdan so'rab olaylik. Keling so'raymiz. O'rtoqlar, mana shu 3 ta ko'rib turgan bitiruvchilarimiz, demak, bizani partnyorskiy darslarimizni ham tamomladi. Partnyorskiy dars degani o'zlari kelgusida, yaqin kelgusida o'z turfirmalarini ochish niyatida o'qishgan. Qani ikki og'iz suhbatga tortamiz. Assalomu alaykum, o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Ismim Shahnoza. Triptur Study'da 1 oy davomida o'qib, kurslarni tugatdik. O'z turfirmangizni ochmoqchisiz. Уже ochib bo'ldim, firmamni ochib bo'ldim. Endi litsenziya qoldi. Inshaalloh. Olgan ma'lumotlaringiz qay darajada sizni fikringizcha yetarli yetkazib berildi sizga? Juda ham 1 oy davomida juda ham zo'r darslar egalladik. O'zimni ishimni bemalol olib keta oladigan darajada, firmani bemalol ochib, yurgiza oladigan darajada bilimlar oldim deb o'ylayman. Inshaalloh. Ishlaringizga rivoj tilab qolamiz. Gapingiz bormi? Sizlar uchun, o'qituvchilarimiz uchun, Malikaxon uchun, Abdulloh domla ustozimiz uchun ularga o'zim tashakkurimni bildirib qolaman. Bilimlarini ayamasdan bizga o'rgatganlari uchun. Omad tilaymiz.